Assalomu alaykum, Gold Asfalt jamoasining kuzatuvchilari. Mana bugun biz Farg'ona shahar Kirgili mavzesiga kelganmiz. Jamoamiz bilan birga mana bugun ishni boshladik. Hozir mana ko'rib turganlaringdek, joyni mana tayyorlash bilan shug'ullanishyapti jamoamiz. Joyni bir qator shilib turib, tekizlab, shaharlarni, uklonlarni chiqarib, zaftikalarni qilamiz. Ko'rib turganlaringdek, joy tayyorlayapmiz. Bu joyimiz umumiy maydoni 900 kvadratdan iborat. Yo'lni u tomoni ham, yo'lni bu tomoni ham qilinyapti. Ko'rganlaringdek. Hozir mana xodimlarimiz texnika yordamida bu baland joylarini tekizlab, chiroyli qilib, uklonlarini chiqarib ishni boshlashdi. Xudo xolasa bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlarga har bitta qilayotgan ishlarimizni bosqichma-bosqich ko'rsatib, sizlarga taqdim etishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar. Do'stlar, sizlarga va'da qilingandek, Gold Asfalt jamoasini zotiga kelamiz dedik. Zotiga keldik. Ichkarida tekshiryaptilashib, bir qator ma'lumot olamiz. Bu haqida asfaltlarimizni o'tab beton kep, ormanglar, suyinglar, charchamang. Aka, asfaltlar chiqish jarayonlari bo'lyapti ekan, katta ob'yomda chiqyapti ekan-da aka. Ha, xudo xolasa bugun kattami, kichkina hamma yo'q o'zimiz nazoratimizda bo'ladi. Bu qancha qatga bossak, har doim har bosgan joyimizda kelib tomosha qilib, buni sifatiga, nimasiga ko'rib, e'tibor berib chiqariladi. Qo'lni e'tibor bilan bo'ladi. Bilan bo'ladi. Bitumlari ham hamma yo'q joyida bo'ladi. Bitumlar hamma yo'q joyida bo'lib, har bitta nima bosayotgan obyektlarimizga borib kuzatib, shuni topshirishni nima qilamiz? Harakatini qilinadi aka. Obyektlarga chiqib ketyapti xudo xolasa. Bugun ham xudo xolasa Kirgilida obyektimizga asfalt bosishga chiqib ketyapti narsalar. Xudo xolasa abi sharoitlarni ham bir qator tushuntiramiz, borib ko'rsatamiz. Ko'raverasizlar. Asfalimizga hamma yo'g'imizga javob beramiz. Xudo xolasa chiroyli chiqib nima bo'ladi? Xudo xolasa. Do'stlar xalqqa manfaatli ish deyaptilar ekan. Xudo xolasa Kirgilida joylarni ham ko'rsatamiz. Ketdik. Hurmatli Gold Asfalt jamoasining kuzatuvchilari, xudo xolasa mana zastka jarayonimiz, trambovka jarayonimiz xudo xohlasa oxiriga, nihoyasiga yetyapti. Bu yerda o'zlaring ko'rdilaring. Boshida shilib, bir qator yerda shilib olib, tekizlab, nolga chiqarib olib, metpisoyda olib kelib, metpisoyda tarqatib, uklonlarini bir tomonga, yo'l tomonga olib, chiroyli qilib, tekizlab, mana trambovkalarni ham qilib tugatyapmiz. Xudo xohlasa asfalt bosishga joyimiz deyarli 100% tayyor asfalt bosishga. Xudo xohlasa hozir asfaltimiz уже yo'lga chiqqan, zavodimizdan yuklatib olib kelyapmiz. Asfalt bosishni yotqizishni boshlaymiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa har bitta jarayonni sizlarga taqdim etishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar. Kuzatuvchilarimiz mana asfaltimiz yetib keldi. Ko'rib turganlaringdek, xudo xolasa zavoddagi nazorat bilan, zavoddan nazoratchimiz bilan yetib keldi. Nazoratchimiz hayajonlangandan eshikni ham ocholmay qoldi mana. Asfaltni o'zi nazorat qilib, zavodda ustida turib, biz uchun iminnoy qildirib, mana shu joy uchun iminnoy qildirib, bitumlarini, oliy bitumlarni qo'shtirib, mayin bir xil razmerda eng mayin asfaltimizni olib keldi mana. Asfaltning mayinligini ko'rasizlar, xudo xohlasa, to'kish jarayonida ko'raverasizlar asfaltimizni mayinligini. Juda ham mayin, bitumlari ham juda ham joyida qo'shilgan. Zavodda o'sha qo'shimcha dabavkalarni hammasini qo'shtirib, qildirtirib kelyapti mana shu o'tkirda. Ming parasho hamma yo'g'i bor. Nima zarur bo'lsa qo'shtirib kelishyapti. Nazorat ostida hamma yo'g'i. Iminnoy qildirib keldik mana shu yerga mana. Zakaz bo'yicha shunaqa asfalt qilib keldik. Hozir bosganimizdan keyin ham ko'rasizlar, xudo xolasa. Toshlari ham отборный bir xil. Nolon toshlarda bo'lgan. Bu ham mayin. Mana ko'rib turganlaringdek juda ham mayin. Yaltirashini ko'ryapsizlar, issiqligi ham, pari ham juda ham qaynoq asfalt yetib keldi. Mana hozir mayinligi. Asfaltni ko'raverasiz. Hozir mashinada o'lchaydigan nima ham turibdi. Gradusni, asfalt gradusini o'lchaydigan sistemalarimiz bor. Uni ham ko'rsatamiz. Asfaltimiz 1 soat, 2 soat turgandan keyin men o'sha issiqligini tekshirib sizlarga ko'rsatib beraman. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, Gold Asfalt jamoasi mana hozir ko'rib turganlaringdek oxirgi nuqtaga kelyapti. Ish asfalt bosish jarayoni mana tugayapti. Xudo xolasa ko'rib turganlaringdek o'sha asfaltimizni olib kelib 5-6 sm qoldirib bosib beryapmiz. Lojin bir tomonga qilib
hozir mana sal qorong'i tushib qoldi, asfalt yay bo'lganmiz, Ana. lekin trambovkasi. Endi mana shu mahallalarni shu xonadonning egalari Hoji aka bilan biz ish haqimiz haqida bir ikki og'izdan gaplarini eshitamiz. Hoji aka, Yo'labek, assalomu alaykum. assalomu alaykum. Qachon Aka, Sizlar yaxshimisizlar? Hoji aka, endi bizni ana shu Gold Asfalt jamoasini Aha. ishlari, bizni ishimiz sizga qanday sifati, asfaltimiz qanday ma'qul bo'lyapti, shu haqida ikki og'izim aka, asfalt bostiradigan akalarga o'zingizni fikringizni ikki og'izim bildirsangiz aka, yaxshi bo'ladi. Bo'ldi, mana chiroyli nihoyatda mana. Lochinbek, Sizlar cho'tga, To'g'ri. yettalarga qilib, mana kechasi ish qilishyapti. Juda chiroyli. Zo'r. Ayniqsa bu asfalt maydaligi ham rosa yo'q bizga. zo'r. Mana liniyalarni ham chizish beryapti. Bir yo'li liniyalar ham mana tizilyapti mana. Palasala. Ha? Chotki. Palasara tizib. Ma'qulmi aka Zo'r, ishimiz? zo'r, Jamoamiz Gold zo'r, Asfalt zo'r. ma'qulmi Rahmat aka? aka. Xursandmisizlar Bizni aka? xursand aka. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, agar sizlarga ham shunaqa kimga asfalt bostirishni bilmaysiz, sifatli asfalt xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol akalar aloqaga chiqaverasizlar. Kimga bostirsamikin deb o'ylanayotgan akalar aloqaga chiqaveringlar, sifatli qilib, zo'r qilib uklonlarini, asfaltimizning sifatini, zo'r eng oliylarini olib kelib, chiroyli qilib shunaqa tekis qilib bosib beramiz akalar. Bizni kuzatishda davom Asfalt zo'r etinglar. ekan. Sog' bo'linglar. Ko'ryapsiz.